Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas әпәndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Ulug' Paris shoiri Obul Qosim Firdavsning Shahnomasida Eronliklar bilan ko'p qitim urushgan ulug' bovimiz Olib Ertonga Afrosiya podshohlik qilgan davlat Turan deb atalgan. Kuşan Sənəti namlıq kitabda O'rta Osiyo saklari qahramon turalar deb yozilgan. Jungoning milodidan bir necha asr burun yashagan tarixchisi Simachandin tartib milodiy 7-asrgacha o'tgan mashhur tarixchilari Uyg'urlarning ajdodi bo'lgan turalarni o'z asarlarida Dingling, Tili, Chili, Dili qatorliq nomlar bilan atagan bo'lsa-mu, shu nomlarning hammasi turalar degan atalg'uning xanzochiga qilingan ahang tarjimasidan iborat. Jungoning qadimgi tarixchilari o'z asarlarida Uyg'urlarning ajdodi turalarning yashagan joylarining jo'g'rafiyaviy ahvoliga qarab turalarni g'arbiy turalar va sharqiy turalar deb ikkiga ayirgan. Sharqiy turalar sharqda Bayqal ko'lining atroflaridan tortib, g'arbda Altay tog'larigacha bo'lgan joylarda yashagan. Tarixnoma bilan Xan sulolasi yilnomasi Hullar haqida qissada yozilgan turalar milodidan xeyli ko'p asr burungi chog'lardan tortib, shu joylarda yashab kelayotgan sharqiy turalarni ko'rsatadi. Simachan bilan Bangu g'arbiy turalar to'g'risida bir narsa demagan. G'arbiy turalar to'g'risidagi ma'lumot 3-asrdan boshlab Jungo tarixchilarining asarlarida uchrashqa boshlaydi. G'arbiy turalar sharqda Jung'ariya dalosi va Ertish bo'ylaridan tortib, g'arbda Balqash ko'lining g'arbigacha bo'lgan joylarda yashagan. Milodiy 3-asrda Jungo tarixchisi Yu Xuan Wei xonadonligining qisqacha tarixiy nomli asrida g'arbiy turalar haqida mundaq deb yozgan. Oğuz davlati Uysullarning g'arbiy shimoliga, Qangli xonligining sharqiy shimoliga joylashgan. Ularning harbiy qo'shinida 10 mingdan ortiq jangchi bor. Oğuzlar chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ularning yurtidan yaxshi ot chiqadi. Yovvoyi hayvonlardan yilpiz bor. Qirg'izlar davlati Yenisey daryosining yuqorqi iqimidagi qirg'izlarni ko'zda tutadi. Qangli xonligining Aral ko'li va Balqash ko'llarining orasidagi joylar. G'arbiy shimolga joylashgan. 30 ming askari bor. Ular chorvachilik qiladi. Ularning yurtida yilpiz ko'p. Yaxshi ot chiqadi. Turalar davlati Qangli xonligining shimolida bo'lib, 60 ming kishilik harbiy qo'shini bor. Xalqi chorvachilik qiladi. Yuqorida tilga ilingan 3 davlatning ichidagi Qirg'izlar davlatining markazidan Hun Tangri qutlug'ining Urxun daryosining bo'yidagi o'rdisiga berish uchun 7000 chaqirim yo'l mingishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining janubidan orqa qo'shin va 6 davlat Sharqiy Jung'ariyadagi bagliklarga berish uchun 5000 chaqirim yo'l mingishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining g'arbiy janubidan Fangli xonligining chegarasiga berish uchun 3000 chaqirim yo'l mingishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining g'arbiy Qangli xonligining poytaxtiga hozirgi Toshkentning g'arbiy shimoliga to'g'ri keladigan qadimgi Kish shahri ko'z tutildi. Bu yerga berish uchun 8000 chaqirim yo'l mingishga to'g'ri keladi. Yuqoridagi tarixiy xotirlardan biz g'arbiy turalarning 3-asrdagi ahvolini xeyli aniq tushuna olamiz. 3-asrda Uyg'urlarning cho'ng bir tarmoqi bo'lgan Sharqiy O'g'izlar hozirgi Zaysan ko'li, Altay tig'i atroflarida yashagan bo'lsa, Qirg'izlar hozirgi Yenisey daryosining yuqorqi iqimi bilan Ob daryosining yuqorqi iqimida yashagan. G'arbiy turalar bo'lsa, bugungi Balqash ko'lining g'arbidan tortib sharqda Ertish daryosining yuqorqi iqimi orasidagi joylarda yashagan. Yuqoridagi ma'lumotga asoslanganda, milodiy 3-asrda g'arbiy turalarning soni 300 mingdan ko'p bo'lsa kerak. Chunki g'arbiy turalarning harbiy qo'shinida 60 ming jangchi borligini nazarda tutsak, 5 kishi ichidan 1 kishi harbiy qo'shinga qatnashgandimi, ularning odam soni 300 mingdan kam bo'lib chiqmaydi. Shu chaqda sharqiy turalarning soni 300 mingdan kam emas edi.
Xan sulolasi yilnomasining suvi haqida qissa bobida milodidan taxminan bir asr burun sharqiy turalarning aholi sonining bir necha tuman ishkanligi bayon qilingan. Bir necha asrdan keyin milodidan bir asr burunqi chaqdan tartib milodining 3-asrgacha sharqiy turalarning sonimi ko'payib g'arbiy turalarning soniga yaqinlab borgan. Mana shu faktga asoslanganda sharqiy va g'arbiy turalar deb atalgan ajdodlarimiz o'z zamonasida son jihatdan boshqa qarindoshlari qonli qirg'izlarga qaraganda nihoyat ko'p bo'lgan. Jungoning qadimgi tarixchilarining sharqiy va g'arbiy turalar haqida bergan ma'lumoti tarixiy jihatdan xeyli yuqori qimmatga ega bo'lsa-mu, turalarning yashagan joylarining doirasining texmo keng ekanligini to'liq bayon qila olmagan. Bu bo'shliqni Sovet arxeologiya olimlari to'ldirdi. Sovet arxeologiya olimlarining 1940-yillari Janubiy Sibiriyada ilib borgan arxeologiyalik qazishlarining natijasiga asoslanganda, turalar milodidan 1100 yil burun sharqda Bayqal ko'lining bo'yidan tortib, g'arbda Balqash ko'lining shimolida yashab qolmay, balki g'arbda Oral tog'laridan tortib, sharqda Altay tog' tizimlarini o'z ichiga olgan bepoyon territoriyada yashaganligi isbotlandi. Buningdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, turalar milodidan 1100 yil burunda Altay tog'lari bilan Tangri tog'larining orasida Jung'ariya dalasida yashagan. Jungoning qadimgi tarixchilari sharqiy va g'arbiy turalar haqida ma'lumot bergan bo'lsa-mu, ammo Tarim vodisida yashagan Uyg'urlarning inti xususiyati haqida aniq ma'lumot berolmagan. Simochen bilan Bangu o'z asarlarida O'rta Osiyo haqida bergan ma'lumotini Zhang Chenning podshoh Han Wudiga yo'llagan ma'lumotidan olgan. Simochen bilan Bangu O'rta Osiyodagi xalqlarning ko'proq shaharlarda yashaydiganligi, ularning yeza egilik, chorvachilik, hunarvanchilik bilan shug'ullanganligi va O'rta Osiyoda bir qancha 10 xonlik borligi to'g'risida ma'lumot bergan. Mana shu tarixchilar g'arbiy yurt deb atalgan O'rta Osiyo xalqlarining bo'libmi Tarim vodisidagi Uyg'urlarning inti xususiyati, til o'rib-odatlari to'g'risida aniq ma'lumot berolmagan. Bundaq bo'lishi tabiiy edi. Chunki shu chaqda Jungo tarixchilari g'arbiy yurt to'g'risida elchilar, savdogarlar orqali egallagan yuzaki materiallardan boshqa amaliy xotirlangan atrofli tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatidan yiroq edi. 6-asrda yozilgan Vay sulolasi yilnomasining egiz haruvliqlar haqida qissa bobida sharqiy turalar deb yozilgan qadimgi chaqlarda sharqiy turalar, sharqiy Uyg'urlar Mong'oliyaning alohida bo'lgan jo'g'rafiyaviy sharoiti, yayloq, dala, cho'l, qumliqni hisobga olib, egiz chaqliq haruvlarni ishlatgan. Milodiy 4-asrdan 6-asrgacha bo'lgan davrda chegaraga yaqinroq joylarda yashagan Xitoylar turalarning yayloqlarida, bu yayloqlar Mong'oliya yayloqlarini ko'z tutgan. Sayohat qilganda yoki turmushga kerakli mollarni to'shiganda doim bir turli egiz chaqliq haruvlarda o'ltirib yurganligini ko'rib, ularni egiz haruliqlar deb atagan. Milodining 150-yillari g'arbiy Hunlar Ili vodisidan g'arbga ko'chib, Balqash ko'li, Aral ko'li tarafga ketgandan keyin Ulug' O'g'iz Hun Tangri qutlig'ining qadimgi yurtlarida Siyanipilar imperiyasi. Bu imperiya milodiy 150-yildan 235-yilgacha hukm surgan. Milodining 150-yillari g'arbiy Hunlar Ili vodisidan g'arbga ko'chib, Balqash ko'li, Aral ko'li tarafga ketgandan keyin Ulug' O'g'iz Hun Tangri qutlig'ining qadimgi yurtlarida Siyanipilar imperiyasi qurildi. Siyanipilar o'zining mashhur imperatori Tanishquy o'lgandan keyin ichki jihatdan bo'linib ketdi. Qo'ron, Budukun, Fibanin qatorliq xonlarning vaqtida Siyanipilar Tanishquy vaqtidagi qudratini asliga keltira olmadi. Milodining 235-yili Qibanin o'ldirilgandan keyin Siyanipilar imperiyasi tarqalib ketdi. Mana shu Siyanipilar imperiyasi vaqtida turalar Siyanipilarga beqingan edi. Siyanipilar imperiyasi tarqalib ketgandan keyin uning o'rniga Tuba Siyanipilar davlati qurildi.
Tuba Siyanipalar dövləti miladi 235 yilidən 394 yilgacha hüküm sürgən. Miladının 394 yılığa kelgəndə kelib çıxışı Siyanipalardan bolsumu xeyli dərəcədə türkləşkən avarlar tərəfindən yo'qitildi. Miladının 394 yili İgiz Harvılıq Turalar deb atalğan Şərqi Turalarning yurtida, asosan hozirgi Mong'oliya va ichki Mong'olda Tubalar xonligi miladi 394 yildan 535 yilgacha va Avar xonligi miladi 394 yildan 552 yilgacha degan ikki davlat qurildi. Shuningdan boshlab Turalar, Tubalar va Avarlarning hujumiga uzluksiz uchrab turdi. Miladining 487 yilga kelganda Sharqiy Turalar Avarlarning yo'lsizligiga chidamay Börükli qabiləsinin xani Ay Ujurining yetakchiligida isyon ko'tardi. Sharqiy Turalardan 120 ming oila Mong'oliyadan g'arbga ko'chib, Altay tog'laridan halqib o'tib, Jo'ng'ar dalasiga, Ili vodisining sharqiy qismiga va Turpan, Qora shahar atroflariga keldi. Bu ahvoldan xabar topgan Avar qog'oni Tulunxon II va uning tog'isi Nag'ayxonlar qo'shin tortib, Tangri tog'larining shimoliy va janubiga ko'chgan Egiz Harviliqlarning keyindan qo'g'lab keldi. Sharqiy Turalar Janubiy Altayda bo'lgan urushda Tulunxon II ni tarmar qildi. Mana shu Egiz Harviliqlar Tangri tog'larining shimol va janubida azaldan tortib yashab kelayotgan qarindoshlari G'arbiy Turalar bilan birlashib, tarixda Egiz Harviliqlar xonligi deb nom olgan davlatni qurdi. Bu Uyg'ur xonligi 60 yil hukm surdi. Miladining 487 yili Sharqiy Turalarning bir qismining Mong'oliyaning tog'laridan shimoliy va janubiga ko'chganligi to'g'risida Vay sulolasi yilnomasining Egiz Harviliqlar haqida qissa bobida xeyli tafsiliy ma'lumot berilgandan tashqari, Janubiy Chi sulolasi yilnomasining Avarlar haqida qissa bobida mundaq deyilgan. Shingmingning 2-yili, ya'ni miladining 487 yili. Yiju, hozirgi Sichuandagi Chengdu shahri. Valisi Liujun o'zining qudrati va saltanatini tashviq qilish uchun Turalarga Jang Jingshunni elchi qilib avatdi. Elchi Pishamshan, hozirgi Charqiliq, Udun, hozirgi Xotanga bormoqchi edi. Lekin Pishamshanni Turalar besib olgan bo'lib, xalqi taraf-tarafga tarqalib ketgan. Udulluqlar Budda diniga e'tiqod qiladi ekan. Turalar özlerini Tangriqut, Tangrining o'g'illari deb ataydi ekan. Turalar elchi Jang Jingshunni kutib olgan va uni qaytib ketishga da'vat qilgan. Mana shu xotiralarga asoslanganda Ay Ujuru miladi 487 yili Avarlarni Tangri tog'larining shimoliy va janubidan Turpan, Qora shahar joylaridan qo'g'lab chiqarib, Pishamshanni Tibet xonligining qulidan tortib olgan. Sui sulolasi yilnomasining abduri Weijing Turalar to'g'risida nihoyatda keng ishonchli ma'lumot bergan. Weijing Sui sulolasining Turalar haqida qissa bobida 4-asrning oxirida sharqda Qidirqan tog'lari, hozirgi Hingan tog'laridan tortib, g'arbda Qora dengizning bo'yigacha bo'lgan bepoyon territoriyada yashagan Turalarning 40 dan ortiq qabilaning nomlari, shu qabilalar joylashgan joylarining jug'rofiyaviy o'rni, Turalarning turklar bilan bo'lgan munosabati, iqtisodiy egiligi to'g'risida tarixiy, jug'rofiyaviy intiq qiymati to'g'risida nihoyatda muhim ma'lumotlarni berdi. Sui sulolasi yilnomasining Turalar haqida qissa bobida xotiriga asoslanganda Turalarning 4-asrning oxirlaridagi ahvoli mundaq. Turalarning ota-bobolari Hunlarning avlodlari edi. Ularning urug' jamatlari nihoyat nurg'un. Shu yilnomiga asoslanganda Turalarning joylashgan o'rinlari, qabila nomlari tuandikicha. 1. Bayqal ko'lining janubida Tuba qabilasi yashagan. 2. Mong'oliyaning Slinga, Tug'la, Urxun daryolarining bo'ylarida Bögü, Tungra, Uyg'ur, Bayirqu, Börükli qabilalari yashagan. Bular erkin deb atalgan. Buningdan boshqa yana Mong'oliyadan Monchin, Turug'ur, Xo'g'ursur qatorli qabilalar yashagan. 3. Jo'ng'ariyaning sharqidan tortib Ili vodisigacha bo'lgan rayonlarda Chibinilar, Borishlar, Ozilar,
Sinğinaqlar, Oğuzlar, Qırğızlar, Uyğurlar yaşagan. 4-ci, Altay dağlarının qərbi cənubida Surdarduşlar, Cəruqlar, Zabindirlar, Türkeşlər yaşagan. 5-ci, Səmərqandның şimalda Balqaş, Aral göllərinin ətrafları közdə tutuldu. İdil dəryasının boylarında Adizlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçineklər, Qoğaylar, Qıpçaqlar, Sivarlar, Bortsalar, Yeməklər yaşagan. 6-ci, Yayıq. Ural dəryasının şərqi və qərbi tərəflərində Sarıqurlar, Saqsıllar, Mokşalar, Çirkəslər yaşagan. 7-ci, Şərqi Rim imperiyasının şərqində Oğuzlar, Alallar, Başqırtlar, Xonlar yaşagan. Mana şu yuqorida tilg'a ilingan Tura qabillərinin namı hər xil bolsunmu, ularning ortaq namı Turalar deb ataladi. Turalar özlərinin joylashgan o'rinlarga qarab, sharqdikləri sharqiy turklarga, g'arbdikləri g'arbiy turklarga qaragan. Miladining 551-yili qurilgan Ulug' Ko'k Türk qag'aligining qag'ani Tömənxanның ufqisi İstəmi Bayğu miladining 552-yilləri sharqda Qidirqan tog'laridan tortib, g'arbda Qora dengiz bo'ylarigacha so'zilgan bepoyon territoriyada yashagan Tura qabillarini bo'ysundirgan. Mana şu Tura qabilləri miladining 600-yilləri Türk qag'aligi sharqiy va g'arbiy Türk qag'aligiga bo'linib ketganda, sharqdiklar Sharq Türk qag'aligi miladi 600-yildan 744-yilgacha, g'arbdikleri G'arb Türk qag'aligi miladi 600-dan 765-yilgacha bo'lgan araliqlarda yashagan. Süy sulalisi yilnamisining Turalar haqida qissa babida Turalarning g'arb tarafga joylashganlari ko'pinchisi bog'vanchilik, dehqonchilik qiladi. Kalisi ko'p, yilqisi oz edi deyilgan. Afsuski, Tang sulalisi yilnamisining Uyg'urlar haqida qissa babida yuqoridagi muhim xotira kirgizilmagan. Kona yangi Tang yilnamisini yozgan tarixchilar ko'chmanchilik asosida chorvachilik egiligini asos qilgan sharqiy Uyg'urlarni ko'rib, dehqonchilik bilan shug'ullangan g'arbiy Uyg'urlarni nazardan chetda qoldirgan. Süy sulalisi yilnamisidagi g'arb taraf deyildigan rayon tarim o'ymonligini o'z ichiga olgan keng O'rta Osiyo rayonini ko'rsatadi. Süy sulalisi yilnamisining Turalar haqida qissa babida yana Turalarning o'rib-odatlari asosan turklarga o'xshashib ketadi deyilgan. Shunda qilib mush yergacha o'qidik. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Alloh amonat.